Mana hurmatli o'rtoqlar, davrida ne bo'lgan bu? ikkinchi qism. Qizil dengizning men to'g'ri tarixini bilmayman. Lekin shu Bilgansiz-a? Qizil dengiz shu. Bu mana makoni Jiddaga kirgan edi bu. Mening bir qismi Jidda shahriga kirib yetilgan portlar sayohat uchun bir. Alloh taolo bir bergan ne'matda bu. Agar buni qo'l bilan kirita olmaysan buni. O'zi bir shu ma'lum qismi Jiddaga kirib tupik bo'lganda aynan katta negan bo'lamiz, saqlagan bo'lamiz. Biri bir bize ziyoratchilar uchun Allohning bergan ne'mati bu mana. Umrachilar, hajchilar uchun faqat toat ibodat bilan mashg'ul bo'lmanglar. Bunday Allohning ne'matlarini ko'ringlar, dam olinglar, hordiq chiqaringlar deganlar bir ne'matlar bu mana. Qarang. Mana hurmatli obunachilar. O'ting. Haydan. Shuhrat akam haydayman deyotir. Jidda shahrida Qizil dengizimiz. Hurmatli obunachilar. Yusuf aka, Muxtor, Qudrat aka, mana ziyoratchilar. Va Charshan aka o'tiribdi, Charshan aka tayyorlar. Madrim aka. YouTube'ga video atıyorum o'rtoqlar. YouTube'da ko'raverasizlar, batafsil 10 minutlik, 15 minutlik videolar bor. Xudo xolasa YouTube'ga kirib o'tib ko'raveringlar. Mana Zargarbek, Shuhrat aka, tushirdim, mana Muxtorni tushirdim. Taniganlar bo'lsa yozib ketinglar, ko'rankasi tanidim deb. Qara, o'tamiz aka. Garak o'tinglar deb keladi. Garak o'tib turing. Bir ikkinchi ketdik. Sirtadan jamoat bilan Allohga behisob shukrlar. Kemaga chiqdik mana. Ikkinchi etajdamiz, tepadamiz. Pastda ham ba'zi bir guruh ziyoratchilarimiz bor. Ular davom edilar. Allohning bergan ne'mat qarang. Alloh taolo shunday ne'matlarni bergan. Allohga rahmatlarimizni tashkiliy ishlarda qilgan rahbarlarimiz sog' bo'lsin. Prezidentimiz sog' bo'lsin. Shunday tashkillarni tashkillashtirib bergan. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana hamma ziyoratchilarimiz mamnun. Yurtimizdan, yurtboshimizdan, rahbariyatdan. Kelasi safar bundan da yaxshi sharoitlarda kechish nasib etsin. Biz bilan birga bo'linglar, Allohga adashmaylik. Hayır rahmat. Allah razı olsun. Amin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Verdik. Kesse tamam. Allah'a tevekkül kılıp video atmaz. Hazır mı? Şamal attı, hürmetli ortaklar. Tamam yolla. Assalamu aleyküm Özbekistan ahlimine Cidde şehrideki Karadengiz boyu, Kızıl Deniz boyundan hemmizge elengeli salam, cema namından. Hemminiz sağ selamet bulunlar. Yaxşı keyfiyette bulunlar. Barchangizga omad, baxt, saodat bitirayman. Rahmat. Söyleydiğinler var mı? Hemen yetersen Çarşan aka malades. Yaxşı. Ana Allah yazıp ketinglar. Çarşan akam gurlanlar. Ana Şamrat akam. Medrim akam. Mana bizler Söylüyorum. mana Ciddedagi Qizil dengiz. Qizil dengiz. Shunda sayr qilib yuribmiz. Ko'pchiligimiz o'zimiz mana qo'shni oba, og'aylik to'g'an, qizlarimiz, farzandlarimiz mana shu sayrimizdan boradi qirg'oqda. Bu sayrlardan yaxshi o'tkazamiz Xudo xolasa. Hammaga omad, hammaga nasib qilsin.
Ana rahmat sizga de. Shamol bo'lib turibdi. Menimcha shamol bilinmaydi. Videoda shitada. Qo'ldan kelgancha endi video olyapmiz. Professional bloger emasmiz tag'in. Mana hurmatli do'stlar. Mana şoför, muhtar. Shamol mikrofonni olib chiqmasak bo'lmaydi ekan. Menimcha yaxshi eshitib turibdi sizlarga. Hurmatli obunachilar. Mana Yusuf usta, Yusuf akani taniyman. Avvalo. Kershay aka, haydayapsizmi? Haydiyoq edimda. Bermaydi ya. So'radimi ya? So'radingmi? So'radimi, Shomat aka? Ana endi birinchi etaga tushamiz, xudo xolasa. Birinchi etaga tushib, inshaalloh qolgan ziyoratchilarni ko'rsatamiz, sayohatchilarni ana. Ya Allah. Bu ana sho'rda yurgan mas'ul xodim. Nenelerimiz, opa-singillarimiz. Shuhrat aka, Zergarbek, yana Nurbek aka, Qudrat aka aynamda. Xudoyim, ana shu podpischiklari asonlaganini ko'rdim, tomoshabinlarimiz. Hammangizni Alloh taolo shunday ulug' ziyoratni, ulug' joylarga shunday narsalarga yetkazsin. Amin. Hamma O'zbekiston aholisi, hamma musulmonlarni, hammamizni qayta-qayta yashashga muvaffaq qilsin. Resimga tushman. O'tib birovlar. Resimga tushiryaptir mana. Qani men bir tushiringlar endi. Resimga. Hozir bir minut. Xudo xolasa. Olamiz. Qani midadan bir tushirib yuboring. Olib turingmi shapkani? Rahmat. Bir paha tashlaverasiz, o'zimdan tashlaverasiz. Obunachilar. Az suga tiqsam, oqim kuchlida qiyilib qolaman deb turibman buni yeri. Qolib ketaman deb turibman. Qanaqa yerga taqib ko'ramiz? O, dengizga tushiribdi o'zi mana plyaj bor. Shu yerdan selgan aytib qo'yinglar olsa. Mana yergami? Qolib ketsa tamommi? Mana narsalarga garantiya yo'q. O'ylanib ko'rsam sanib qolmaydi-da, mana narsalarga. Ilgizakdim. Kerak. Sendega. Mana hurmatli obunachilar. Plyajni yanında tushirish kerak edi. Xohlasa tushamiz. Ne deydi? Bana vurma deyman. Yig'ib ketasan deyman. Nima deydi bu?